Dehqonlarimiz meva ekinlarini ko'p holatlarda erta bahorda kesishadi. Lekin aslida meva ekinlari kech kuzdan boshlab ular xazon rezgilik tugagandan keyin, ya'ni aytaylikki o'sha shira harakati to'xtagandan keyin ham kesish mumkin. Bunda harorat +4-5 gradus atrofida bo'lsa yetarli hisoblanadi. Endi meva ekinlarini qaysi turlarini qachon kesish kerak? Ko'pincha urug'li meva ekinlarini aksariyati kuzdan boshlab kesib kelinadi. Donakli meva ekinlari bahorga yaqin, o'sha aytaylik qishning tugashi bilan kesib boriladi. Daraxtlarni kesishda nimalarga e'tibor beramiz? Uning afzalliklari nimada? Aytaylikki, uzoq yashashini ta'minlaymiz. Ikkinchi afzalliklari bu ularni aytaylikki meva sifatini oshiradi. Uchinchi afzalliklari biz unda aytaylik agrotexnik tadbirlarni parvarish ishlarini olib borishda qulaylashtiradi. To'rtinchisi shox-shabbani ixchamlashtiradi. Beshinchisi aytaylikki bu keyingi yil qishlab chiqishdan chidamligini oshiradi. Aytaylikki sovuqlarga bardoshli bo'ladi. Oltinchisi kasalliklardan himoyalaydi. Ya'ni kesilgandan keyin uni daraxtning mikroiqlimi yaxshilangandan keyin, ya'ni havo aylanib turadi, quyosh yaxshi tushib turgandan keyin har xil zamburug'li kasalliklarni rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Oltinchi aytaylikki, o'sha qoldirilgan shox-shabbalarni quyoshdan yaxshi nurlardan foydalanib, o'sha hosil kurtaklarining yaxshi shakllanishiga imkon beradi.